Manga qaragin, men hozir buni shunday tashlayman-da, ortingdan yetib olaman. Dadasi, shuncha yo'lga musor ko'tarib yurasizmi? Tashlang mana shu yerga. Tashlang. Ha, bironta ko'rib qoladigan bo'lsa, baloga qolamiz, xotin. Hech kim ko'rmaydi. Mana hamma yoq musor ko'p tashlang. Obbo. Ayman. Tezroq yuranaydi. To'xtayku. Mana, men senga nima degandim? Boshimiz baloga qoldi. Bo'ldi. Mahallani raisi. Nima bu ahvol, ha? Assalomu alaykum, rais bo'y. Yaxshimisiz? Rais bu, assalomu alaykum. Uyat emasmi, ha? Katta odamsizlar. Bu nima bu? Rais. Bu atrof muhitga zarar keltirish, ifloslantirish, ekologiyaga xiyonat, bu vatanga xiyonat-ku. Rais buva, uzr, ishga shoshib turgandim-da. Shuning uchun qo'ydim. Hozir kelib o'zim tozalab qo'yaman shu yerni, rais buva. Saniki bu bir marta emas, bir necha marotaba bo'lyapti. Bu ham mayli. Mana podyezdda burchak-burchagida nos tupriklarini ko'ryapman. Yam-yashil bo'lib yotibdi. Rais buva, bu podyezdda meni yerimdan boshqa odam yo'qmi? Sani eringdan boshqa hech kim bu podyezdda nos chaqmaydi. Undan keyin kelin boshqa gapirsa ham sen gapirmagin. Mana 4 oy oldin, voy, chala yeyilgan tarvuzni derazadan olib chiqib shu otni meni yonimga kelib chiqdi. Shuni qaraguncha ichkariga boshingni tortding. O'sha sanmiding, xotin? Yo'q. Menga rol o'ynamalaring ko'pmi? Tez olarim usulni. Olib tasha chiqindi xonaga. Rais buva, ishga kech qolib qoldim-da. Shuni ishdan kelib olib qo'ysam bo'lmaydimi? Men seni jarimaga tortdilar. Bo'ldi, rais buva. Qarab tur, bo'ldi. Tushundim sizni. Bo'ldi. Senga o'xshagan bir befarosatlar ko'payib ketdi. Yo'q, bo'ldi, rais buva. Hamma duch kelgan narsani tashab ketaversa, hamma yoq chiqindi xona bo'lib ketadi-ku. Obbo. Ana ko'rdingmi bitta musurni deb? Ha, xo'p. Satqay odam ketlaring. Bularni shunaqa qilib tarbiyaga chaqirib qo'ymasa odam bo'lmaydi bu. Indamasa podyezdga boshqa ishini ham qilib ketadi bu. Voy, dadasi yaxshi bo'ldi. Ana musor to'kishga sal erinib turuvdim-da, siz tayyorsiz kiyinasiz. Shuni yugurib bor, to'kib keyin, iltimos. Sen xotin uyda bekor o'tiribsan, o'zing tashlab kelsang bo'lmaydimi? Ishlarim ko'p-da, siz tayyorsiz, men kiyinishim kerak, bilasiz-ku. Ha, bo'pti. O'sha yoqqa yuramanmi? Mana. Nima, hojatxonadagi unitazga shuni oqiz boramiz. Voy, o'tgan safar ham unitazga oqizdingiz. Turba yorilib ketdi. Butun podvalni suv bosib ketdi. Bir hafta sasidi. Bering, men uzib to'kib kelaman. O'zingdan chiqqan baloga qayerga boray davoga degani shuda. Tavba. Bo'pti, tez kelgan qornim och. Qarang. Odamlar ham aynib ketdi, ota. 15 yoshli go'dak uylanibdi. Ha, jo'ja-ku bu. Jo'ja ham emas, tuxum. Tuxum emas, embrion. Voy, mana bu hofizda ham bir parasat yo'q ekan. Mahalla qayerga qarab? Adagan qayerga qarab? Ekologiya qayerga qarab? Vulkanizatsiya qayerga qarab? Voy. Mana hofizam, qaysi to'yga boryapsan? Bir so'rab surishtirmaysanmi? Xodimim bo'lsang, bu so'ra, surishtir, bu yoqqa, bu yoqqa. Yo'q, parasat yo'q. 4 ta kasım-shimidan boshqa hech narsa yo'q. Parasat tavakda. Na did bor, na vid bor, ovoz ham yo'q. Hech narsa. Hech narsa. Shu hofizni qo'shiqlari ham yoqmaydi. Shuni eshitsam allergiya toshatdi. Voy. Men gangrena bo'lib qolaman bu qo'shiqlarni. Bo'lmadi. Qo'y. Qo'shiqchilarim ko'payib ketdi, tavba qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zlar. Hozirgina maqtab turuvdik-ku. Eshitdim. Eshitdilar. Vallohu alaykum. Bulbulday ovozi bor. Yo'q, past ketmang. Bulbul xijolat. Ijod beton. Qo'shiqlari g'ish. Menga ana qo'shig'i yoqadi. Shularga bo'lib. Boya qo'shig'i bor-ku, mashhur bo'lib ketgan joy yaxshi ko'raman-da, har eshitsam mazza qilaman. O'zim hofiz sevgan yorim to'yida. Voy. Yorib olgan. Boya qo'shiqda maligi toshlaringni terib qosh qildilar yor keyin haligi bos qamchi bos. O'zingiz otda bilib aytgansiz, qarang. Rangiroyam o'xshaydi. Mana o'zlari. Yo'q. 15 yoshli kuyov bola-ku. Voy.
Mikromuzik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bolajonim. Ha, erkak. Ha. Keksa. Bu yigitga yangi qurilayotgan mana shu domdan uy oldik. Qo'ni qo'shni bo'pmiz-ku bo'lmasa. Shunday. Hamma narsaga birdan erishay debdi-da. Bolajonim, qanday bu yangiliklardan bormi? Ha, yaqinda farzandli bo'lamiz. 45 ga kirding. Hali uylanganing yo'q. 15 yoshli bolani qilib yurgan ishini qara. Endi bunga kimdir o'rgatib, kimdir yordamlash, nima deyapman? Haligi Otaxon, prostatam shamolladi shekilli. Prostata u yoqda emas, bu yoqda bo'ladi-ku. Ha, men o'zi ham bir borib davolanib kelay. Ya, achki taqsammikin? Men ham ertaroq uyga Qo'y. Rais bova, mumkinmi? Ha, nima gap? Qishloqdoshlar kelgan rais bova, siz bilan uchrashmoqchi. Ishim ko'p, yo'qdi bor. Ketsin. Rais bova, ular siz shu yerda ekanligingizdan xabardor. Voy, kim aytdi? Manda. Sen govkallan ya. Bor chaqir. Hozir rais bova. Qani? Rais bova, xullas kalom bular bu yerda o'tirishiga sabab mana aholini hamma ma'lumotlarini ro'yxatga oldik-ku. Xo'p, Mana shov-shuv bo'lib ketdi, xabaringiz bor. Maklerlar qo'lga o'tib ketgan. ey, kallaveram. Makler emas, hacker. O'sha hakkermi, maklermi, xullas kalom butun qishloqdoshlar xavotirda rais bova. Mana shular ham ana shu sabab shu yerga kelgan. Hasuva, to'ppa-to'g'ri aytibdilar. Kechasi bilan uyqu yo'q. Hayotim xavf ostida. Endi men nima qilaman? Menga qara. Sen o'zing jamiyatga xavf solib turibsan-ku. 3 marta o'g'irlik bilan, 2 marta talonchilik bilan, 5 marta tovlamachilik bilan qo'lga tushib, qamalib chiqding. Mahallada bir kun ko'rmay qolsang, qayerga ketdi ekan deb yuragimni hovuchlab turaman. Yana nimani boshladi ekan deb. Yana xavf haqida gapirasan? Mayli, bularni qo'yavering, bular erkak kishi. Men ayol kishiman. Ko'chada yurishim bor. Mahallada qanaqa bosh ko'tarib yuraman? Men haqimdagi ma'lumotlar internetga tarqab ketsa, men ayoliy sha'nim, or-nomusim bor o'zimga yarasha. Menga qara. Sen oting nima edi? Tannazoy. Tannazoy. Voy. Boshqa gapirsa ham sen gapirmagin or-nomus haqida. Voy, 3 ta ering o'lib qutuldi sendan. Ikkitasi bilan janjal ur-to'polon qilib ajrashding. Mana oxirgisi sanoqdan ham adashib ketdim, 6-chisimi bilmayman. Bu bilan oralaringda nima o'tgan? Sutma-sut 6 oydan beri chopa-chop. O'zim ham 3 marta bordim sutga. Uyatay. Rais bova, Mavrudi kelganda aytay. Mana meni ham kallamga lip etib urilib qoldi. Mana meni ham ma'lumotlarim oshkor bo'lib ketsa, shuncha yugurib, yelib to'plaganim nima bo'ladi? Mol davlatim shamolga uchirganday uchib ketsa, men bechora nima qilaman, rais bova? Ey jumbosh, qanaqa mol, qanaqa davlat? O'zing kvartirada ijaraga tursang, ana menib yurgan Matix'ing arinda bo'lsa, qulog'inggacha kreditga botgan bo'lsang, va seni bir shaxsiy ma'lumotingni ko'rgan hakkeram ne qaraydi-da, rahmi kelib 5-6 millionni senga berib-yoradi. Berib-yorarmikan rais bova? Menga qara, gapni ko'paytirmanglar. Kreditga taqiq degan narsani o'rnatinglar, hech kim sizlarning nomlaringga kredit ola olmaydi. Ana kotibam Natashaxonga shuni ko'rishinglar, taqiq qo'yib berar. Rais bova, siz ham shu taqiqni Natashaxonga qo'ydirganmisiz? Ha, yo'q. Ancha yillar oldin yangang taqiq qo'yib bo'lgan. Hey! Ha, kuyov bola. Ha, bu baxtdan boshing aylanib, maza qilib,
Qanday bo'ldi endi? Qo'ying, atay. Kech bo'lsa ham uylanding-ku, xursand emasmisan? Qo'ying. Ha? Kelin yaxshi chiqmadimi? Sal shu sirroq chiqdimi, ha? Yo. Taksavat qilaman deydi-da. Abba, shu bir 2 hafta sabr qilib turmaydimi, ha? Qaynota qaynonani xizmatini qilib, seni xizmatingni qilib, ana undan keyin taksi qilmaydimi? Bu Yandexda odam tashiyaptimi? Yo, uyda taksavat qilyapti, uyda. Uyda kimni tashiydi? Mana endi nonushtaga yoki kechki ovqatga o'tirsak, shuni hammomga kirib ketib, deb qo'yadi. Qayerga borib kelyapsan desam, taksavat qilib kelyapman deydi. Buni taksavat demaydi, taksi ko'z deydi. Nima ko'z? Kelinni bo'yida bo'lib qopti-da. Xumpar, sen ota bo'lasan. Seni qara. Nima dedi? Ota bo'laman? Shogird, xo'sh, mana shu hamma jihozlarni joy-joyiga taqiq qo'yinglar. Mabodo mana bu yerda ayollar ko'payib ketib qolib, shoshib qolmaylik deyman-da. Bo'ldi ustoz, xotirjam bo'ling. Hammasini shohmoq qilib qo'yaman. Ha, ana shunday bo'lsin. Faqat bitta narsa ustoz. 2 oy bo'ldi ish boshladik. Lekin mijozlar oqimi past. Odam kam. Xavotirdaman. Shoshmaslik kerak. Katta ishga shoshmaslik kerak. Ha. Bir postada ko'payib ketib qolar, Oh. 2 ta klin aniq. Voh, 2 oydan keyin keladi. kim ular ustoz? Kim? Yangang bilmas. Ha. Mana. Mana yaxshi niyatda. Mana boshlandi mana pochin. Mana. Kelinglar. Kelinglar. Shu yordamni turadigan joy. Qayoqqa kelyapsiz aka? Mana katta qilib yozib qo'yganmiz. Begonalar kirishi mumkin emas deb. Bu yoqni o'zingiz aytdingiz. Siz shu yerda qoling. Begona emasman, eriman. Biz ham bilib turibmiz, erisiz, qo'shnisiz deyotganimiz yo'q-ku. Endi bunday aka, siz qiladigan ishingizni qilib qo'ydingiz. Bu faqat bizning ishimizda. Qanaqa ish? Tushunmadim. Ikkita Suloxmonda erkak meni xotinim ichkariga olib kirib ketib, nima qilmoqchisanlar, ha? Siz nima deyapsiz? Bu nafsoniyatga tegyapsiz. Mana shu xotinlarni totirish bo'yicha 7 yil o'qiganman, ayt. Ustoz, Men qanchadan qancha erkaklar rahmat deb ketgan, minnatdor bo'lgan. Boshqa sohasi qurib qoladimi doktordan? Boshqa sohasi. Ana urologiyada o'qi, ana endokrinologiya, gematologiyada o'qi, ginekologiyada o'qiysan, qanaqa erkaksan? aka, mazgini ko'p lazgi qilmang, xo'pmi? Ustozning kimligini bilasizmi? Bularni daftarga kelib hozir yigitlar yozilgandan keyin borib zaksga arz bergan. Qo'limni yengilligini. Oyoqlari ham yengil bularni. Ko'ring, bo'lmasa xotiningiz o'zingiz kirgizib tug'izing. Bo'pti, mayli. Bo'lib, shu yerda o'tiraman. Men seni kutaman. Voy, ko'zlarini yumib tug'dilaring. Qaramalaring xotinimga. Shu yerdaman. Yaxshi. Muvaffaqiyatli yakunladik. Tabriklayman. Bola ham sog'lom, ona ham sog'lom. Yaxshi bo'ldi. Mani ishimga nima deysiz ustoz? Endi har holda birinchi marta tug'dirishimda mani. İşiniz yaxshi. Nima deydi? Muhimi qondan qo'rqmas ekansiz. Fikrlar yaxshi. Faqat shu asgina kichkinagina bir kamchilik bor-da. Shu bola tug'ilganda bolani orqasiga shapatlash kerak. Onaniki emas. Onlayn o'qiganingiz mana shu yerda bilinib qoldi-da.
Ha? Ota, assalomu alaykum. Tinchmisan? Ha, rahmat ota. Ey, mana. To'rvasini yo'qotgan gadoyga o'xshab siqilib o'tiribsan. Ota, mana uyga kiraman desam, uyga kirsam bo'ladi. Uydagilar shu ming'ir quloq miyani yegan. Uylan degan. U uyda tinchlik yo'q. Mana 1 soat, 1,5 soatdan buyon ko'chada sovuqda o'tiribman. Ha, uylan degan bo'lsa uylanmaysanmi? Ha, ota-onang ham kelinni qo'lidan choy ichsam deydi, nabira suysam deydi. Menga qara. Ish qilib hamma joying ishlaydimi? Ota, soatda ishlaydi, otdayman. Ota, uylanmoqchiman. Menga qolsa men ham uylanishni xohlayman. Lekin qarang, bir atrofni kuzating, bironta bir normallik qiz yo'q. Qizlarni qo'ldan keyingi paytda telefon tushmay qoldi. Hali o'zini suratga oladi, hali ko'zini suratga oladi, hali labini bunaqa qilib suratga olib Instagramga qo'ygan. Biri TikToker bo'lmoqchi, biri Vayner bo'lmoqchi, yana biri bloger bo'lmoqchi. Ota, bir normallik qiz qolmadi. Ha, endi normallisi uchraydi. Nenormalli uchraydi-da. Bunaqa demang ota. Qara. Gapni ko'paytirma. Ana o qizni ko'ryapsanmi? Ha? Qara. Ha? Bir o'zi yolg'iz o'tiribdi. Qara. Shu qiz bilan tanish. Balkim seni baxtingdir shu. Ha? Ota, boya aytdim-ku, bu ham normalliga o'xshamaydi. Mana men bir 40 minut, 1 soatlardan men kuzatdim shuni. Kelib o'tirgandan buyon shu qo'lidan telefon tushgani yo'q. Hali o'ziga oro beradi, hali labiga qaraydi, hali ko'ziga qaraydi. Shu bir o'zi bir telefoni. Sirtdan baho berma. Borib gaplash, ko'r, balkim seni baxtingdir shu. Yur, qani, tur. Bekor o'tirma. Hech shu ko'nglim chopmayapti-da shunga ota. Gapni ko'paytirma. Tanishtirib qo'yaman. Yur. Ota, to'g'risini aytaman, odam xijolat, ertalab tishni yuvish esdan chiqibdi ota. Men aytaman, bir badbo'y hid qayerdan kelyapti deyman. Bu sendan kelayotgan ekanda. Ahmoq. Yursang o'lasanmi? Men qara, og'zingni yumib tur. Men o'zim gapiraman. Sen indamay tur, xo'pmi? Gapirmayman ha? Yo'q, og'zingni yumib tur. Qani. Mumkinmi qizim? Ha, otaxon, bemalol. O'tir mana yerga. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi qizim? Yaxshi, rahmat. Havo ham bugun yaxshi bo'ldi, yog'ingarchilik yo'q, ha? Ota, bugun sovuq bo'ldi-ku. Qizim, Labbay. yoshing nechida? Otaxon, qiz boladan yoshini emas, telefon raqamini so'raydi. Eshitasanmi? Baraka top. Bu turmushga chiqqanmisan? Ha, yo'q otaxon, turmushga chiqqanim yo'q hali. Shu desangiz, bir baxtimni topganim yo'q. Baxtimni topsam, albatta turmushga chiqaman, lekin hozirgi yigitlar oldingidaqa emas. Shu kompyuterxona yuradi, ularga faqat internet bo'lsa bo'ldi. Shu ayrimlari aptekadan chiqmaydi. Kasalmi, nima balo? Xullas, bir yaxshi, normalniy uyim-joyim deydigan yigit yo'q. Normalniy yigit yo'q degan? Shunaqa. Hoppa. Bo'lmasa, bunday qil qizim. Mana u Qoravoy meni jiyanim. Shunga turmushga chiq. Otaxon, nega men jiyaningizga turmushga chiqishim kerak ekan? Bu nenormalli. Sen nenormalli. Ikkita nenormalli oila qursalaring zora bir normalni tug'ilsa. Bo'shashma. Gaplash, tanishib ol. Voy. Dada, yulduzlar nechta? Bilmasam bolam. Dada, nega yer qimirlaydi?
Yer endi qimildagiz kelgan bo'lgandan keyin qimillaydi. Men qayerdan bilaman? Dada, nega quyosh kunduz kirib chiqadi? Bilmasam nimaga chiqadi, qayerdan chiqadi. Zumrashalar, dadang boshini og'ritmalari yana televizor ko'ringlar. Dadang ishdan charchab kelgan bo'lsa, to'pa. Xotinjon, indama qo'yur. Bolada bilmagan narsasini so'raydi, qiziqadi. Mendan so'rab o'rganmasa, kimdan o'rganadi? Otaxon. Assalomu alaykum. Otaxon, yaxshimisiz? Keldingmi doktor? Keldim. Shuncha ham xayollaydimi? Keldim, uzoqdan keldim. Bechora qiynalib qoldi-ku. Ota, kasal ko'p, kasal, ota. Bu o'z qo'llarim bilan yoshligidan buni katta qilganman. Nima qildi? Suv ichmay qo'ydi. Hech narsa yemaydi. Bechora pop yo'talgan. Shunday rahmim keladi bechoraga. Qiynalib ketdi, azoblanib. Bir ko'rib qo'yib olam shuni. Qaysi xonada yotibdilar? Orqamdan Yuring. Qani, boshlang, ota, boshlang. Qani, ota. Mana, cho'zilib yotibdi-da bechora. Mana. Qo'ygimi, ota? Nima qilibdi qo'y bo'lsa? Men mol doktori emasman. Men odam doktoriman, ota. Men qara, doktor bolam. Sen odam doktorimisan, mol doktorimisan? Qo'yib bilib o'tiribdimi? Bechora qiynalib ketdi. Tez ko'rib qo'ying. Tez bo'l.